Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi uborkalarimiz sizlar uchun videoga oldim. Ko'p uborka videolarimni oshxonada olaman. Bilasizlar, oshxona qancha tozalasak ham shuncha kir bo'lib ketaveradi va generalniy uborka manimcha bir kunga ham yetmaydi. Oxirgi payt qanaqa sredstva ishlatsam ham, даже eko sredstvalarga ham perchatka kiyib ishlatyapman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Anchadan beri shunaqa stoleshnicani bo'shatib ustini tozalamayotgan edim. Bugun zo'r qilib tozalab oldim. Kafillar bilan tozalab artib oldim. Hamma narsani o'zini joyiga qo'yib qo'ydim. Oshxona mebelimni ustini nimada artishimni so'rashadi. Universalniy любой firmani sredstvasi yoki Greenway salfetkasini o'zida ham artib chiqaman. Top-toza bo'lib yaltiraydi. Musor idishlarni bo'shatdim, uni ham yuvib, tozalab, boshqatdan toza paketga solib qo'ydim va oshxonani pilisos qilib, sredstvalar solib pollarni artib oldim. Shu bilan oshxonadagi ishim tugadi. Boshqa xonalarda uncha ishim ko'p emas. Bilasizlar, dushanba kuni menda generalniy uborka, shu sababdan ham qolgan xonalarim deyarli toza. Sizlar ham uborkalaringlarni qilib oldinglarmi yoki endi boshlaysizlarmi?